Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan yana bir bor xursandman. Mani kanalimga obuna bo'lganlar nechtamiz? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bugungi mavzumiz aynan ozish haqida bo'ladi. Yana bundan keyingi mavzumiz esa gemoroy bo'ladi. Siz podpiska bosasizda, kuzatib ko'rasiz. Juda ham foydali ma'lumotlar bo'ladi. Qisqartirib gapirishga harakat qilaman. Ozish ya'ni sog'lom tana. Sog'lom tanaga keltirib olish sizni hayotingizni butkul o'zgartiradi va 5 yildan 10 yilgacha umringizni uzaytiradi. Xo'p, buning uchun siz nimalar qilishingiz kerak bo'ladi? Bir kunda 3 ta mavzu haqida gapiraman bugun. Hozir sizga birinchisidan boshlaymanda, oxiridagisi undan qiziqroq bo'ladi. Bitta gap aytib o'tmoqchimanki, nima? Sizni semirish bu kasallik hisoblanmaydigan bo'lsa, juda qattiq adashasiz. Semirish orqali kelayotgan kasallik sizni 10 yildan 15 yilgacha qaritib o'ldiradi. Ana shu narsaga aniq qat'iy qaror qiling bugundan boshlab. Semirishni juda ham zararlari ko'p. Qon aylanish sistemi buziladi, jigar yog' bosadi. Qorindagi yog'larni 3 xil pozitsiyaga bo'linadi. 3 xil pozitsiyani esa sal keyinroq yoki keyingi videoda aytib ketishga harakat qilaman. Bu semirish oddiy masalalar bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan sizlarni shu vaziyatdan olib chiqib ketaman. Nimaga to'g'ri ovqatlanish, nimaga ratsion haqida gapiryapman, kilokaloriyalar haqida gapiramiz. Nimaga bu haqida gapiryapman? Chunki siz har xil joydan har xil choylar, balobatlar, bir nimalar olasiz. Bular hech qaysi yordam bermaydi. Nimaga yordam bermaydi? Siz aytishingiz mumkin, men ozdim-ku. Yo'q. U boradida prosta yeydigan nima deydi, nafsingizni ozgina bloklaydi. Nafs deganda faqatgina ovqat yo'lidagi nafsni bloklaydi. Tasavvur qiling. Boshqa hech narsa qilmaydi. Lekin zarari esa jigarga juda ham katta. Sizni qoningizda juda ham o'zgarishlar ketadi. Qon aylanish sistemasi buziladi. Jigar yog' bosadi. Oshqozoningiz hazm qilmaydi. 12 barmoqli ichakda chalxay deymizda, bu nima deydi, chalxay, charvi deymizmi endi, shunaqa ma'noda keladi bu. Yog' ko'payadi. Keyin esa o'z-o'zidan davleniya bo'lasiz. Infarkt, insult kasalliklari. To'ppa-tuzuk yurudi, nega o'lib qoldi bu kanasi deyiladi. Ana shu narsa ko'proq semirishdan kelib chiqadi. Bugun sizlarga asosiy bir 3 ta maslahat berib o'tmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana bu qo'ng'iroqcha bilan podpiskani bosib qo'yish yana bir marta ogohlantiraman, esdan chiqmasin. Bizga poddershka, sizlarga poddershka bo'ladi. Xo'p, birinchisi, kunlik ratsioningizga oddiy suvni ichishni taqsimlab qo'shing. Bu qanaqa bo'ladi? Ertalab uyqudan turganingizda, ertalab uyqudan turasiz. Tana haroratida deb gapiraman. Juda ko'pchilik bu narsani tushunmas ekanda, uy haroratida suv ichar ekan. Yo'q, uy haroratida emas. Tana haroratida, ya'ni xona harorati taxminiy hisobda 25-28 gradus per Celsius deyiladi. Selsiya bo'yicha shunaqa gradusda bo'ladi. Odamning tana harorati esa 36.6, 36.5 normal holatdagi, eng pasti 35.6, 35.8 bo'ladi. Endi nimaga tana haroratidagi suvni ichishingizni taklif qilaman? Buni taklif qilishimdan sabab asosiysi, tanaga kirgan istalgan ovqat, suv bo'lsin, marojniy bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, tana uni o'ziga moslashtiradi. Ya'ni tana ishlay boshlaydi-ki, shu suvni qizdirib, tanani haroratiga olib kelgunicha tana tezroq ishlay boshlaydi. Ana shu uchun siz tanangizni yanada qaritmasligingiz uchun, siz tanangizni yoshartirishingiz uchun men sizlarga aytamanki, kuniga suv balansini ushlashingiz shart. Ertalab turganda, ko'zingizni ochganingizda 100 kilodan baland bo'lgan veslarga tegishli bu gapim ko'proq. 100 kilodan baland bo'lgan vesdagi insonlar, ya'ni tana vazni 100 kilodan ziyod bo'lgan insonlar nima qilasiz? Ertalab turgandan minimum 300 millilitr yoki 500 millilitrgacha bo'lgan tana haroratidagi suvni ichasiz. Tualetdan ham oldin yuz qo'lingizni yuvishdan shuni turdingiz, o'sha tana haroratidagi suvni oldingizda ichdingiz. Xuddi shu narsani qilishingiz shart bo'ladi.
Bu ertalabki protsedura. Endi kuni bo'yi ovqat yeyishdan oldin xuddi shunday qilib suv ichib olasiz. Kamida 200 ml yoki 300 ml gacha ovqatdan 15-20 minut oldin. 3 mahal yesangiz, 3 mahal xuddi shu ishni qilasiz. Xo'p, endi ikkinchi maslahatimizga o'tamiz. Bu hech qayerda berilmaydigan maslahatlardan bittasi hisoblanadi. Men o'zim buni ozgina yashirib, o'zi oxirida aytmoqchi edim. Shu yerda aytib o'tishga qaror qildim. Oddiygina bodring orqali men sizlarga odzivlarni ham qo'yib berib ketaman. Instagram kanalimizga yoki TikTok kanallarimizga o'tsangiz ham o'sha yerda qo'yib ketgan bo'lamiz. Telegramda ham bor. Odzivi qanaqa? 20 kun ichida 72 kilo vazndagi insonni shu bugun 66 vesga tushirdik. 20 kun ichida soppa sog'lom ozish hisoblanadi bu. 3 mahal ovqat yeydigan bo'lsangiz, 3 mahal ovqatdan oldin 3 ta 4 tagacha bodring yeysiz. Birinchi ovqatdan oldin. Hech narsa tanovul qilmaysiz, ya'ni shirinlik, yo'lobatar shunaqa narsalar qilmaysiz. Keyin gazli ichimliklarni, ya'ni rangli ichimliklarni to'xtatishingizni men so'rab qolar edim. Imkon qadar kamroq. Sizni diyetaga o'tirg'izib qo'yib, vaqti ozdirib olaman deb, ozdirib olib, men zo'rman degan gapni aytmoqchi emasman. Sizlarga bitta narsa aytmoqchimanki, sog'lom turmush tarzi uchun hozirgi aytayotganlarimni kamaytiring. Semichka yog'i, har xil yog'larni imkon qadar kamaytiring sharoitga qarab. Qo'y dummasidan olingan yog'ni yesangiz, bemalol qo'y dummasini yeyavering. U yaxshi. Bu sizga yog' yig'adi degan joy yo'q. Kaloriya beradi, yog' yig'maydi. Yana bitta masala, 3 mahal bodringni yeyishingiz shart. Aytdim uni, faqat ertalabda aytdim va 3 mahal yeyishingiz kerak, qisqasi. Men YouTube formatda olyapmiz. Videomizda kamchiligi bo'lsa to'g'ri tushunib o'tib ketasiz. Hech qayerni qirqmay qo'yamiz. Xo'p. 3 mahal yedingiz, 3 kun xuddi shu holatda ketdingiz, 3 kun. 3 kundan keyin ovqatni qisqartirasiz 2 mahalga. Kechqurungisini yig'ishtirasizda 4 ta 5 tagacha bodring yeysiz. Xuddi shu holatda yana 5 kun ketamiz. 5 kun ketganimizdan keyin esa oxirgi kunlarda, o'sha 5-kunlarda o'zida kechki paytga 3 dona bodring, 6 dan 7 gacha bo'lgan masofani aytayapman. Hozirgi qish vaqtida o'zi kunimiz ham kalta. Ovqatdan tiyilingda kechqurun 200 ml 200 ml suvga 1 osh qoshiq chiyani urug'ini solasizda, kechqurun 1 mahal yeysiz. Odatdagidek ertalab 2 mahaliga bodringni yeb borasiz. Bu sizlarga ikkinchi retseptim bo'ladi. Chiyani qanaqa damlash haqida ham to'liqroq tushuntirib o'tib ketay. Chiyani xuddi shunday tana haroratidan sal issiqroq bo'lgan suvga chiyani damlab qo'yasiz. 1 soat ichida chiya o'zidan xuddi jelatinga o'xshagan narsa, quyuq jelatinga o'xshagan narsani chiqaradi. Ana shu jelatinga o'xshagan narsani, quyuq narsani ichib yotasiz. Nimaga aynan chiya haqida sizlarga aytayapman. Chiyani sababi, chiyada 5 xil asosiy komponent bor. O'zi aslida 20-30 xildan ziyod sizga foyda beradigan vitaminlari bor. Siz nima qilasiz? Chiyani ichganingizda immun sistemada kaloriya kamligi tufayli sizda lohas, lanchlik his qila boshlaysiz o'zi mana shu 8-10 kunlarda. Shuning uchun chiyani qo'shamiz va immun sistemani to'ldiramiz, vitaminlarni, tanani to'ydirishga harakat qilamizda, tanani shu vaznda ushlab qolamiz. Bu muolajalarni hammasini 20 kun mobaynida qilsangiz bo'ladi. Oxirgisiga keladigan bo'lsak, bu oshqozonda kasalligi yo'qlar bo'lsa, chayni sodani yarim choy qoshiqini olasizda 300 ml yo'q. Bunday qilamiz. Qaranglar. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'zingiz bilmagan holda oshqozonda zarar keltirib qo'ymaylik. Yarim millilitr, ya'ni yarim litr suvga yarim choy qoshiq sodani solasiz. Pishvoy sodani solasiz, yaxshilab aralashtirasiz. Ana shu suvni bir kunda 2 mahalgacha ichib yurasiz. Baribir
oshqozonida qanaqadir muammosi borlar, ya'ni hazm sistemasida muammosi borlar, ehtiyot bo'lishingizni istar edim. Aynan sodani ichganingizda shilliq qavatini qo'porib yuborishi mumkin, shunga ehtiyot bo'lasiz. Bugungi efirimiz menimcha sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Uch-xil ma'lumot emas, sizga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berdim. Semizlik sizni o'ldiradi. Esdan chiqmasin ana shu narsa. Hech qachon siz semizlik bilan avtoritetga erishmaysiz. Esingizda bo'lsin. Harakat qiling tanangizni sog'lom ushlashga va aqlingiz o'shanda yaxshiroq ishlay boshlaydi. Qaysi ma'noda? Qon aylanish sistemasi to'g'ri bo'lsa, pamiyatingiz ham yaxshilashadi, ko'rishingiz ham, hammasi, zaboningiz ham, tanangizni strukturasi, ushlab turishi hammasi zo'r bo'ladi. O'zingizga ishoning, birinchi o'rinda va aytgan tepada aytib o'tgan dietalarni va shunga o'xshash biz xalq tabobati orqali berayotgan ma'lumotlarimizni to'lig'icha o'zingizga singdirib qabul qiling va sizni sog'lom ko'rishni istayman. Bundan keyingi videolarimizda aktiv bo'lish uchun podpiska, like bitta urib qo'ysangiz, qolganlarga ham manfaatli bo'lar edi. Hammaga manfaatli bo'lish uchun yaqinlarga ham tashab qo'yamiz. Salomat bo'linglar azizlarim.